Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa mana Andijon shahar Xo'jaobodidamiz. Xudo xolasa inshaalloh bu xonadonimizni go'zal holatda qilib bitkazib berdik. Bu yerlarga qilingan ishlarni hozir birma-bir sanab o'taman. Xo'p, video boshida aytib o'taman. Bu yerlarda jami xarajat 18 million so'mga bitkazib berdik. Xo'p, bu joylarimiz. Shapka qismimiz bu tarafi 31 metr uzunlikda, 1.25 chiqqan shapka. Xo'p, ayvon qismimiz 4.5 ga 3.50 chiqqan shapka. Xo'p, 18 million ichida bor, lyustra aynan rombilari ichida birgalikda bo'lgan. Bu tarafimiz ham 3.5 ga 4.5 nolga xonamiz. Lyustralar bilan birgalikda bo'lgan. Bu ham shuni ichiga kiradi. Hamma xarajat ichida 18 million so'mga bitgan. Xo'p, ko'cha shapkamiz Honesti 20 metrga 80 chiqqan shapka. Shu joylarimiz 18 million so'mga bitkazib bermoqdamiz. Arzonmi, qimmatmi kommentariyada yozib qoldirasiz. Xudo xolasa mana go'zal holatda qilib o'rnatib bermoqdamiz. Lyustralar ham ichiga kiradi, shu summani ichiga kiradi. Hamma xarajat ichida. Yana bir bor bu joylar ham.